Mana metal bo'laklarini aniqladik. Sog'liq uchun zararli deb hisoblashadi. Har xil paylarga ajratamiz, yog'larga ajratamiz. Bu bo'lsa mahsulotni buzilishiga olib keladi. Qazo qiluvchi jarayon. Bu narsa ko'pchilik zavodlarda yo'q. Germaniyadan keltirilgan hisoblanadi. Hamma turdagi kolbasalar imенно mana shu Kutra obordoniyamizda tayyorlanadi. O'zimizning qushxonamiz halol sertifikatga ega bo'lgan, veterinariya sertifikatiga ega bo'lgan xodimlarimiz ishlaydi. Belokini, jirini, tuzini u standart tomonidan belgilangan me'yordaligini aniqlashga yordam beradi. Zavodimiz eshiklari har doim ochiq. Hurmatli obunachilar va oziq-ovqat mahsulotiga e'tibor beradigan barcha yurtdoshlar, bugun men sizlar bilan O'zbekistondagi yetakchi kolbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Rozumetov zavodiga tashrif buyurdim. Videoni oxirigacha ko'ring, shunda ushbu brend mahsulotiga ishonish mumkinmi yoki yo'q degan savolga javob topasiz. Bizga Rozumetov zavodi bosh texnologi Otabek Shadiyev yordam beradilar. Otabek, yaxshimisiz? Xush kelibsiz Nurilla. Zavodimiz eshiklari har doim ochiq. Bizning zavodimiz sifat va innovatsiya tarafdori. Bugun siz bilan birga har bir jarayonni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Xom ashyo qabul qilishdan to tayyor mahsulotgacha. Ko'pchilik o'ylaydi, xom ashyo zavod kirsa bo'ldi, ishlab chiqarish boshlanadi, lekin Rozumetov zavodida har bitta kirib kelayotgan xom ashyo metal detektori orqali tekshiruvdan o'tar ekan. Otabek, bu narsa ko'pchilik zavodlarda yo'q, metal detektor. Shu haqida ko'proq ma'lumot bersangiz. Bizning vazifamiz nafaqat mazali mahsulot va yana xavfsiz mahsulot ishlab chiqarishdir. Bu metal detektorimiz bizda asosan temir moddalarini aniqlaydi. Nafaqat temir, tam 5 xil jarayondagi temirlarni misol uchun bo'lishi mumkin. Rangli metallarni 5 xil turdagisini aniqlash mumkin. Demak, har xil tushib qoladigan metal zarrachalari, har xil yot begona jismlarni aniqlash uchun xizmat qiladi. Demak, sizlarning vazifangiz nafaqat mazali mahsulot ishlab chiqarish, balki xavfsiz mahsulot ishlab chiqarish. To'g'ri. Otabekka ishlatib ko'rsak bo'ladimi shu narsani? Bemalol, hozir mana ishlatib ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Tak, endi hozir tekshirib ko'ramiz. Metal bo'laklarini qo'yib, metal detektorimiz aniqlaydimi, yo'qmi, shuni hozir sinab ko'ramiz. Bilmadim. Mana metal bo'laklarini aniqladik. Imенно bu tomonga noto'g'ri metal aniqlangan narsalarni chap tomonga itarib chiqaraveradi hammasini. Yaroqsiz deb topiladi. Mahsulotimizni ishlatishga yaroqsiz deb bilgan mahsulotimizni hammasini qaytarib yuboriladi. Metal bo'laklari, boyaga qo'ygan metal bo'laklarimiz. Mana boyaga metal bo'laklarimiz. Keling Nurilla, endi go'shtni tekshirib ko'ramiz. Endi metal bo'laklarini solib ko'rib, yana boshqatdan o'tkazib tekshirib ko'ramiz. Soling Nurilla. Mana Nurilla endi mana metal bo'laklarini aniqladi. Demak, apparatimiz to'g'ri ishlayapti. Apparatimizda to'g'ri ishlayapti. Qo'ying. Videoni kuzatib boring, navbatdagi bosqichlar bundan ham qiziq bo'ladi. Otabekka yana savol, sizlarga go'sht qayoqdan va qay holatda keladi? Shu haqida ko'proq gapirib bersangiz, ma'lumot bersangiz bizga. Xo'p, Nurilla, bizga go'shtlar birinchi navbatda o'zimizning qushxonamiz bor. O'zimizning qushxonamiz halol sertifikatga ega bo'lgan, veterinariya sertifikatiga ega bo'lgan xodimlarimiz ishlaydi. O'sha xodimlarimiz molimizni sog'liqligiga tasdiqlagandan keyingina so'yilish jarayoni amalga oshadi. Maxsus mashinalarimizda go'shtlarimiz korxonamizga yetkaziladi. Otabek, unda go'sht qabul qildinglar. Qabul qilgandan keyin zavodga kirib keldi. Kirib kelgandan keyin shunday qabul qilib olasizlarmi yoki tekshiruv jarayonlari ham amalga oshadimi? Yana bundan tashqari yana tekshiruv jarayonlari bor. Organoleptikasi ko'rib chiqiladi, namliligi ko'rib chiqiladi va pHligi ko'rib chiqiladi, yog'liligi ko'rib chiqiladi.
Shularni ko'rish jarayoni laboratoriyamizda hamma narsa amalga oshiriladi. Ha, bo'ldi. Yana bitta savol. Hop, keldi, ko'rdi. Agar qaysi holatlarda go'sht orqaga qaytariladi? Ichki standartimizga belgilangan me'yorlari bor. Me'yorlaridan yo pastga yo tepaga ko'tarilib ketib qolgan holatdagina qaytariladi. Ha, demak, o'zingizlarning standartlariga to'g'ri kelmasa, hamma partiya qaytarib yuboriladi. To'g'ri, shunaqa. Demak, zavodga kirib kelgan har bitta go'sht albatta sifat nazoratidan o'tadi. Otabek, bu qanaqa jarayon? Bu to'g'risida tushuntirib bersangiz. Bu jarayon eng muhim jarayonlardan bittasi hisoblanadi. Bu jarayonda biz go'shtni bo'laklarga ajratamiz, har xil paylarga ajratamiz, yog'larga ajratamiz. Demak, bu ko'rgan jarayoninglar oddiy jarayon emas. Chunki ba'zi hollarda inson qilgan narsani mashina qila olmaydi. Avtomatlashtirish qancha yuqori bo'lgan taqdirda ham ba'zi hollarda inson omili katta rol o'ynaydi. Otabek, go'shtlarni qismlarga ajratib, ortiqcha joylarini olib tashladik. Endi nima amaliyot amalga oshiriladi? Bu jarayonda go'sht mahsulotlarimizni chiburashkalarga solinib, мясорубкамizdan chiqariladi. Undan oldin bo'lsa, podyomnikda ko'tarilib solinib, keyin мясорубкада ko'rib turganinglardek maydalab olamiz. Ha, endi savol Otabek, agar go'sht muzlatilgan holatda kelsa nima bo'ladi? Muzlatilgan holatda bo'lsa, blokareska jarayoni bor. Maydalagichdan o'tkazib olib, blokareska maydalagichdan o'tkazib olib, keyin retseptura bo'yicha kutter отделiga beriladi. Ha, demak, hamma hozir tayyor bo'lgan hamma go'shtlarimiz bilan kutterga qarab yo'l olamiz. Otabek, mana go'shtlarimizni bo'laklarga bo'lib, qiymaligichdan chiqarib, kutter apparatimizning oldiga olib kelib oldik. Endi bu apparatimiz to'g'risida bizga ma'lumot bersangiz, nimani vazifani amalga oshiradi, nima bo'ladi bu yerda? Bu korxonamizning uskunaning nomi kutter hisoblanadi. Kutter bu korxonaning yuragi hisoblanadi. Yuragida har xil mahsulotlar tayyorlanadi. Shu yerda sosiska, varyonniy, polkopchonniy, kopchonniy va sirokopchonniylar tayyorlanadi shu yerda. Deyarli hamma turdagi kolbasalar shu yerda tayyorlanadi. Hamma turdagi kolbasalar imенно mana shu kutter оборудованиемizda tayyorlanadi. Bu kutterimizda xodimlarimiz ancha yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar ishlaydi. Ha, yana bitta qiziq savol, nima uchun bu yerda muz bo'laklari solinadi? Buni solinishiga sabab nimada? Chunki bu uskunamizda oboroti 3,5 mingdan 5,5 ming oborotgacha bo'ladi. Shu aylantirgan hisob 1 minutda 5,5 ming oborot aylangan hisobiga go'sht mahsulotimizni qizib ketmasligini oldini olish maqsadida muz bo'laklari solinadi. Go'shtimizda hamma bilgandek belok bor. Belokimiz denaturatsiyaga uchramaslik maqsadida muz bo'laklarini solib, bizda gradusni pastga tushiramiz. Bu gradus degani 10 gradusdan 12 gradusdan oshmasligi kerak. Ha, demak, haroratni mo'tadil ushlab turish uchun, oqsil denaturatsiya bo'lmasligi uchun xavfsizlik jihatdan solinadi. Shunaqa. Endi savol Otabek, shuni solib ko'rsatib ishlatib ko'rsak bo'ladimi? Marhamat, ishlatib ko'rsatib beramiz. Go'sht mahsuloti solganimizdan keyin maxsus ziravorlarimizni solamiz. Mana Nurilla, hozir tayyor bo'lgan qiymamizni biza выгружатель orqali aravalarga, chiburashkalarga tushirib olamiz. Demak, tayyor bo'ldi mahsulotimiz. Mahsulotimiz tayyor bo'ldi. Keyingi bosqichga qadoqlash jarayoniga ketadi. Mana qiymalarimizni aralashtirib, kutter apparatida tayyorlab, apparatimizga olib kelib oldik. Bu uskunamiz porsionniy farshni qadoqlashi qiymani chiqarib beruvchi uskuna hisoblanadi. Bu o'zimizning mahalliy tilda shprits deyiladi. Shprits uskuna deb aytiladi. Shprits uskuna deb aytiladi. Bu grammajiga belgilaymiz. Grammajini porsionniy qilib beradi. 1,5 kiloli
200 grammlik, 1 kilolik. Sizga qanaqa ko'rinishda, qanaqa shaklda kerak bo'lgan bo'lsa, hatto grammigacha shu yerda ko'rsatib bersangiz, tayyorlab beradi sizga. Shunaqa Germaniyadan keltirilgan hisoblanadi. Handman uskunamiz juda yuqori to'chnisda hisoblanadi. 1 kiloda tam 2 grammdan 10 grammgacha razlitsa qilishi mumkin. Xatolik juda kichkina ekan. Xatolik juda ham kichkina. Podyomnik hisobidagi ichiga solamiz. Solganimizdan keyin belgilangan, misol uchun varyonniy bo'lsa varyonniy, sosiski bo'lsa sosiski, kopchoniy bo'lsa kopchoniy o'zini anaqasi bor, nastroykalari bor. O'sha yordamida keyin chiqarishni boshlaymiz. Yana buni дополнительный qo'shimcha boyaga aytgan xavfsizlikni ta'minlash maqsadida yana bu yerga trubniy metallodetektor o'rnatganmiz. Ha, bu ham metallodetektor. Bu ham metallodetektor. Yana kritik zonalarni kamaytirish maqsadida yana nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Misol uchun мясорубкаdan ham ozgina pichoqni bo'laklari tushib qolgan bo'lishi mumkin. Shularni xavfsizlik oldini olish maqsadida yana metall detektor qo'yganmiz. Hurmatli obunachilar, ko'rayotgan bo'lsanglar, demak, xavfsizlik bo'ladi har doimgidek birinchi o'rinda. Farsh kelgandan keyin mabodo xudo ko'rsatmasa, farsh ichiga qanaqadir begona jismlar tushib qoladigan bo'lsa, bu apparatimizdan o'tkazib paytimizda metall detektor uni aniqlaydi. Kerak bo'lgan qismini pastki joyga o'tkazib yuboradi. Undan keyingi jarayon bu qadoqlovchi jarayon. Spesialniy klipsalarimiz yordamida ikkita batonlarimiz ikki chekkalarini mahkam siqib qo'yamiz. Nurlar, mana keyingi jarayonimiz qadoqlangan mahsulotlarni balkaga ilib turib, keyin ramalarga osiladi. Keyin osilgandan keyin o'zini asatga jarayoniga ketib, asatga jarayonidan keyin varka jarayoniga, termokameraga o'tkaziladi. Demak, undan keyin pishirish jarayoniga o'tamiz. Bundan keyin asatgadan keyin pishirish jarayoniga o'tamiz. Nurlar, bu uskunamiz sosiskani qadoqlovchi uskuna bo'ladi. Bu uskunamiz har xil razmerdagi sosiskalarni qadoqlashib berishi mumkin bizga. Har xil 12 santimetrdan to 22 santimetrgacha. Bu videolar eksklyuziv Rozimetov zavoddan maxsus obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Do'stlar, bizni Rozimetov zavodidagi eng muhim, eng yopiq zonalardan bittasi bu laboratoriyamiz. Bu joyda har kunlik mahsulotlar tekshiriladi. Otabek, shu laboratoriya tekshiruvlari qanaqa bo'lishi to'g'risida aytib bersangiz. Har kunlik mahsulotdan har bitta partiyadan namuna olib kirilib, laboratoriyaga olib kirilib, birinchi bo'lib organoleptikadan namuna olinadi. Organoptik tashqi ko'rinishi, hidi, rangi, yana undan tashqari har bitta kolbasamizni nadrez qilib kesilib, o'rtadan kesilib, ichki ko'rinishi jihatidan mana bu даже rasmga ham olib qo'yganmiz. Shu mahsulotlar bilan bir xil holatda bo'lishi kerak. Solishtiriladi-da. Shu holatda bir xil bo'lgandagina keyin keyingi bosqich tekshiruvga ham o'tamiz keyin yana. Keyin o'zi mazalari, keyin tuzlari, hidlari yana ko'rgandan keyin tasdiqlangandan keyin уже laboratoriya uskunalarda tekshiramiz. Spektr оборудованиесida keyin tekshiramiz ichkarida. Ha, unda shuni ko'rsak bo'ladimi Otabek? Qanaqa tekshirishini? Bo'ldi, hol bo'ladi. Bu laboratoriyamizning davomi bu yerda asosiy оборудованиеlarimiz turadi. Именно xomashyo tekshiradigan оборудованиеlarimiz, kolbasani pishib chiqqan kolbasalarimizni analiz javoblarini oladigan оборудованиеlarimiz turadigan joy bo'ladi. Bu yerda bizda eng kerakli оборудованиеlarimiz bittasi Spectre X оборудованиеmiz. Pishib chiqqan kolbasamizni, mahsulotimizni, belokini, jirini, tuzini u standart tomonidan belgilangan me'yordaligini aniqlashga yordam beradi. U standart tomonidan belgilangan me'yordan agardan past bo'lib yo yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak u mahsulot utilizatsiya qilinadi. Bu yerda qayta ishlash yo'q. Demak, ular u narsa utilizatsiyaga ketadi. Masalan, mana Spectre X uskunamizda har kungi tekshiradigan, har soatda tekshirilgan mahsulotlarimizni namunalari bu yerda hammasi yil davomida o'z ichida saqlanib qoladi. Undan tashqari
oqsili tekshiriladi. Oqsildan tashqari yog'liligi tekshiriladi. Undan tashqari keyin tuzligini tekshirib boramiz. Demak, har kunlik mahsulotinglarni har bitta partiyasi nomma-nom tekshirilib, shu apparatimizda xotirasi saqlanib qoladi. Xotirasida 1 yil davomida saqlanib qoladi. 1 yil davomida. 1 yil davomida. Qoyil. 1 yil. Men o'yladim 1 oy saqlanib qoladi, chunki mahsulotni saqlash muddatiga qarab saqlanib qoladi deb o'yladim, lekin adashgan ekanman. Demak, bu yerdagi har bitta mahsulot turidagi tarkiblari 1 yil davomida saqlanib qoladi. Bu keyingi uskunamiz. Bu keyingi uskunamiz bizani mahsulotimizni namliligini tekshirib beradigan uskuna. Har kungi kirib keladigan mahsulotlarimiz, go'shtlarimizni namliligini tekshiradigan uskuna. Boyagi olib kirib ketilgan laboratoriyadan go'shtimizni olgan namunamizni mana shu yerda ham tekshiriladi. Otabek aka, yana bitta qiziq savol. Tasavvur qilaylik, Xudo saqlasin, tashqaridan qanaqangidir shikoyat bo'ldi. Agar shikoyat bo'ladigan bo'lsa, shu holatda nima bo'ladi? Shu haqida ham gapirib bersa, chunki bu narsa meni o'zim uchun ham qiziq. Shikoyat haqida o'zini potrебительda kelgan shikoyat haqida o'zini jarayonlari bor. Jarayonlardan bittasi protokol qilinadi, protokol qog'ozga tushiriladi. Kim tomonidan qachon bo'lganligi hammasida ma'lumot bo'lgandan keyin undan tashqari keyin bosqichma-bosqich tekshirish jarayonlari bo'ladi. Undan tashqari arbitrajli xolodilnikimiz bor. Arbitrajli xolodilnikimizda shu mahsulotni shu srok godnostiga yetganmi, yetmaganmi, undan oshib ketmaganligi to'g'risida ma'lumot olishimiz mumkin. Ko'rsak bo'ladimi? Har bir partiyadan, bir donadan olingan mahsulot arbitrajli xolodilnikimizda saqlanadi. Mabodo ko'chadan kirib kelgan shikoyat bo'lsa, shikoyatdan shu arbitrajli xolodilnikimizdan olib, shikoyat bilan birga arbitrajligimizni solishtiruv jarayoni bo'ladi. Misol uchun 10-chislodagi shikoyat ko'chadan kirib keldi. Shu shikoyat ustida arbitrajli xolodilnikdan mahsulotimizni, 7-tishli mahsulotni olib turib, u standart bo'yicha chiqqan mahsulot bo'yicha biza isbotlab beramiz. Endi biza mahsulot ishlab chiqarishni eng mazali bosqichiga keldik. Bu joyda hamma turdagi mahsulotlar pishiriladi. Otabek aka, shunga bu uskunalar to'g'risida, qanaqa pishirilishi to'g'risida aytib bersangiz. Termokamera deyiladi. Termokameramizda bizada birinchi bo'lib bosqichma-bosqich pishiramiz. Bosqichlardan biri bu quritamiz. Quritganimizdan keyin pishiramiz, qaynatiladi. Undan tashqari keyin bu termokameramizning harorati 80 gradus bo'ladi. Batonimizni ichi 72 gradusgacha pishiramiz. Qaynatib olganimizdan keyin yana keyingi bosqichga o'tganda uje dudlaymiz. Otabek aka, dudlash to'g'risida gapirdingiz. Bilamiz, bu naturalniy hisoblanadi. Yana bitta savol, lekin ko'pchilik o'ylaydi, bu dudlash sog'liq uchun zararli deb hisoblashadi. Shu to'g'risida nima deya olasiz? Rostdan ham zararlimi yoki nima? Hozirgi texnologiyalar rivojlangan paytda bu mutlaqo zararsiz. Sababi bizda Germaniyadan yuqori sifatlarda tayyorlangan, texnologiya asosida tayyorlangan shipa buklarini olib keltiramiz. Bular dub yog'ochdan olingan bo'lib, smalasi tozalangan, 0 darajasiga olib kelingan shipalarni olib kelamiz biz. Mana bu shipalarimiz hammasini Germaniyadan olib keltirganmiz. Demak, Ro'zimetov zavodida mahsulotlar tabiiy holatda dudlanadi, lekin o'zingizlar eshitdinglar, dudlanish uchun ishlatiladigan shepa deyiladi. Ular chet el mamlakatlardan, asosan Germaniyadan olib kelingan bo'lib, smaladan tozalangan bo'ladi. Bu degani mutlaqo bezarar degani. Mahsulotimiz pishib chiqqandan keyin sovutish jarayoniga o'tamiz. Otabek aka, nima uchun mahsulot pishib chiqqandan keyin darhol sovutilish kerak? O'zi sovutilish nima uchun kerak? Sovutilish nima uchun kerakki, darhol pishib chiqqandan keyin mahsulot sovutmasak, tishlanishi yumshoq bo'lib qolishi mumkin. Organetika, tovarniy vidi yo'qolishi mumkin. Demak, siz aytmoqchisizki, agar pishib chiqqan mahsulotni darhol sovutmasak, o'zini bir qancha xususiyatlarini yo'qotib qo'yadi. Bu bo'lsa mahsulotni buzilishiga olib keladi. Shunaqa. Sovutilgandan keyin mahsulotlarimizni qadoqlash jarayoniga yo'naltiramiz.
Endi biza ishlab chiqarish yakuniy bosqichiga keldik. Bu yerda ishlab chiqarib tayyor bo'lgan mahsulotlar qadoqlanadi. Bu turgan xonamizni qadoqlash xonasi. Otabek aka, shu to'g'risida aytib bersangiz, sizlarda qanaqa qadoqlash turlari bor, qanaqa qadoqlanadi, shu haqida aytib bersangiz. 3 ta bosqichda qadoqlanadi. 3 ta bosqichimiz, birinchisi oddiy vakuum, havoni so'rib olish usuli bilan qadoqlaymiz. Ikkinchi bosqichimiz bo'lsa, azotni havo berish yo'li bilan 100% kislorodni chiqarib tashlab, azotni havo berib, vakuum qilish usuli bilan tinaymiz. Uchinchisi bo'lsa, termosatka usuli bilan qilamiz. Birinchi bo'lib qadoqlab, o'zi mahsulotni ustiga plyonkasini qadoqlab turib, havosini so'rib olib, yana дополнительный ko'rinish vidini beradigan usuli bilan ko'rib chiqamiz. Ha, demak sizlarda 3 xil turdagi qadoqlash usulidan foydalanadi. Otabek, yana savol, bunisi qaysi biri, bu qanaqa ishlaydi? Bu haqida ham tushuntirib bera olasizmi buni ham? Tushuntirib beraman. Bu usulimiz birinchi usulimizga boyaga yondashganimizda oddiy havosini 100% so'rib olib turib qadoqlash usuli hisoblanadi. Bu usulimiz avtomatizatsiya hisoblanadi. Faqatgina uskunalar boshidan mahsulot qo'yiladi. Bu yoqdan mahsulotni qo'yamiz. Bu yoqdan mahsulotni qo'yamiz. Mahsulotni qo'yganimizdan keyin avtomatizatsiya o'zi vakuum qilib turib, o'zi etiketkalarni yopishtirib, ham yana bu uskunamizda sterilizatsiya anaqasi bor, yana bosqichi. Sterilizatsiya bosqichida plyonkada yoki qayerdadir havodagi mikroblarni ko'rmasligimiz mumkin. Shu mikroblarni yana bartaraf qilish maqsadida sterilizatsiya usulimiz bor yana. Ha, tushunishim bo'yicha bu ko'rayotgan qadoqlash usulimiz o'zi xavfsiz hisoblanadi, lekin qo'shimcha jihatida Rozmetik korxonasi yana ham xavfsizlik jihatida sterilizatsiya usulidan yana foydalanadi. Shunaqa. Buni o'zingiz zakaz qildirgansizlar. Bu abr dunyoni o'zimizda pasta представительlarga biza shu talabni qilib berganimizdan keyin, shu talab qo'yganimizdan keyin o'zi bizga talabimizni qondirishdi. Ha, sizlarning talabinglar bo'yicha bu uskunani ishlab chiqarish. Shunaqa. Ha, tushundim. Bunisi nima Otabek aka? Bunisi bo'lsa, boyaga aytganimdek kislorodni chiqarib tashlab, azot bilan 100% azot bilan to'ldirgan holatda ichini o'sha sosiska mahsulotlarini vakuum qilib beradi. Ha. Demak, kislorodni chiqarib tashlaydi-da, ichiga azot uradi. To'ppa. Bu nima yaxshi tarafi bor azot urishi? Azotimiz 100% kislorodni chiqarib tashlagandan keyin bakteriya rivojlanmasligini oldini oladi. Ha, azotda bakteriya umuman rivojlanmaydi. Ha, tushundim. Undan tashqari yana bittasi bor. Nurula, bu 3-chi qadoqlovchi uskunamiz hisoblanadi. Bu ham avtomatizatlashtirilgan uskunamiz. Mahsulot qo'yiladi. Mahsulot qo'yilgandan keyin mahsulotning hajmiga nisbatan o'zi plyonka bilan qadoqlab bo'lgandan keyin keyingi bosqichga o'tiladi. Keyingi bosqichda havosi so'rib olinadi. Havosi tortib olingandan keyin 94-96 gradusli qaynatilgan suvga tushadi. Qaynatilgan suvga tushgandan keyin o'tdan chiqib turib, keyingi konveyrga o'tiladi. Konveyrda bu ustida qolib ketgan suv parchalarini hammasini quritadi. Ventilyator yordamida quritilib, keyingi bosqichda уже nakleyka sifatida data mahsulotimizni qachon ishlab chiqarganimiz, sostavlari hammasi yopishtiriladi. Otabek, bu uskunani boshqalardan qulaylik tarafi nimada? Boshqalarning qulaylik tarafi, bu uskuna bilan 4 ta odam bilan katta ob'yomdagi mahsulotlarni qadoqlasak bo'ladi. Ha, demak bu uskuna yordamida katta ob'yomni kamchilik son bilan avtomatlashtirilgan holatda qilsak bo'ladi. Shunaqa. Do'stlar, mana ko'rdinglar. Biza ishlab chiqarishni boshidan oxirigacha ko'rib chiqdik. Endi bo'lsa yakuniy xulosani chiqazamiz. Bugun biz sizlar bilan Rozmetov zavodi bo'ylab to'liq texnologik safar qildik. Biza mahsulotni qanaqa yaratilishi, qanaqa uskunalardan foydalanishi, qaysi xomashyo ishlatilishi va qay darajada nazorat qilishini o'zimiz ko'rdik. Men mutaxassis sifatida to'g'risini aytaman, ko'rganlarimdan hayratlandim. Ayniqsa metal detektor va laboratoriya meni hayratga soldi. Bu yerda haqiqatdan ham mahsulotlar o'z oilasi uchun ishlab chiqarilayotgandek yondashuvni sezish mumkin. Agar siz haqiqiy sifat va ta'mni izlayotgan bo'lsangiz,
Rozimetov mahsulotlarini albatta sinab ko'ring. Sizlarga qaysi bosqich ko'proq qiziqroq bo'ldi? Bundan tashqari, yana qaysi zavodlarga tashrif buyurishimizni xohlaysizlar? Izohlarda fikringizni kutaman.